قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ishchi yuzi. 12 bob. Hərbiy kuch. 1 qism. Mıltıqtın chiqidigan dunyoviy hükümranlıq. Mıltıqtın hakimiyet chiqidi. Mavzudun. 1927-yili 8 ayning 27 kuni. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi urush bir parcha istixborot doklatidan boshlanadi. Bu urushda 1937-yili 2 dunyo urushi harpisida Beyjingga yaqin yerdagi Marko Polo ko'rigida Yaponiya va Xitoy askarlari o'rtasida yuz bergandek itishish yuz bermaydi. Shundaqla 1939-yili Germaniya tanklarının Polshaga qilganidek tuyuqsiz hujumimi yo'q. Sun'iy idrok orqali mashg'ulot qiladigan, o'zi tafakkur qilib, o'z oldiga qaror chiqaradigan. Xitoy Markaziy harbiy ishlar qo'mondonlik shtabining qo'mondonlarining kontrolligiga ancha uchrab ketmaydigan to'r mashina odamlarining mashg'uloti sababli 3-dunyo urushi portlaydi. U 2029-yili 8 ayning 28 kuni bo'lib, Xitoy ozodlik armiyasining qo'mondonlari Beyjingning shahar sirtidagi G'arbi tog' deb ataladigan favqulodda mustahkamlangan yer osti qo'mondonlik markazidagi yer yuzidan 300 metr cho'nqurlikdagi bazaga panolangan edi. Xitoy generallar 5 burchaklik binodan avatilgan maxfiy istixborot doklatiga asosan bir necha haftaning yoqi urush boshlash halakchiligida yuratdi. Bu istixborot doklati Amerika davlat mudofaa ministrligining Washingtondagi Potomak daryosining yenidagi davlatlik harbiy qo'mondonlik markazi ishlatadigan xabarlashish sistemasining ichki qismida naiti maxfiy mashg'ulot qiladigan elektronlik mashina odam tarafidan tayyorlangan edi. Bu uchur Xitoy Markaziy harbiy komitetining eng yuqori darajalik rahbarlariga yo'llandi. Istixborot doklatining mazmuni tövəndikidək şum xəbərdən ibarət idi. Amerikaning olam boshliqi urushiga mas'ul qo'mondonlik markazi bo'lgan olam boshliqi qo'mondonlik shtabi Xitoyning boshqariladigan bomba qo'yib berish ahvolini nazorat qilishda ishlatadigan Amerika sun'iy hamroyiga yer yuzidan qilingan lazer nur hujumining manbasini dalillagan. Mazkur lazer nur hujumi shuningdan bir oy ilgari Xitoy ozodlik armiyasining Sharq Turkistonning Tangir teg'iga joylashgan sun'iy hamrohga qarshi maxfiy bazasidan qilingan edi. Xitoy Amerikani bu qatimliq hujumning manbasini aniqlay olmaydi deb qaragan edi. Mazkur hujum infira qizil nurliq senzor tarafidan ishlatiladigan aynakni eritib, 5 burchaklik binoning eng yangi boshqariladigan bombadan ogohlantirish sun'iy hamroyidan birining tok yo'lini mas qilib qo'ygan edi. Boshliqdagi sijil infira qizil nur nomliq mazkur sun'iy hamrolarning tunjisi 2024-yili qo'yib berilgan edi. Bu sun'iy hamro bundaq lazer hujum orqali vayron qilg'ili bo'lmaydigan qilib loyihalangan bo'lsa-mu, ammo Xitoy josuslari Amerika sun'iy hamro o'ttigar shirkatlarining kompyuter sistemasiga hujum qilgandan keyin bu sun'iy hamroning bir mo'yim yo'chiqini bayqagan. Bu qitimqi lazer nur hujumi Xitoyning yangi olam boshliqi urushi sistemasining sinoq zarbisi bo'lib, hujum manbasining oshkorlanib qolganligini hisobga olmaganda, bu sinoq favqulodda muvaffaqiyatli bo'lgan edi. Amerikaliklarning hujum manbasini qandoq bayqab olganligi harbiy josuslar aniqlashga tegishli savol edi.
Bu qitimliq sınaq hücumida lazer nuri alayda yetküzüş texnikası arqılıq alayda hərəkətcan sün'i həmrahqa yetküzülüb. Andın məzkur kiçik sün'i həmrahdın Amerikanın sün'i həmrayığı qoyub berilgan. Amerikanın bu agalandırış sün'i həmrayı yer yüzüdün bevasitə qoyub berilgan yuqur quvvatlik lazer partılışıға qarşı turalaydigan qilib laylangan edi. Әмма оның boşluqdaki qayta nişanlangan nurdan müdafiəlaniş iqtidari özünün vayron bo'lishinin oldini olish uchun yetarlik emas edi. Bu qitimliq hujum elipis shakllik orbitada aylanadigan va boshqariladigan bomba qo'yib berilgandiki issiqlik signalini bayqash uchun o'xshamagan ikki xil infraqizil nurliq skanerlash senzori saplangan boshqariladigan bomba qo'yib berishni nazorat qilish sun'iy hamroyini palashlantirishni maqsad qilgan edi. Urushning piltisiga o't yoqqan narsa, ya'ni istixborot dokladini Amerikaliklar degan televiziya teatrida tasvirlangandek, Amerika puhrasining siyoqiga kirib olgan KGB jasusi emas, odatda faoliyat qilmaydigan yoshirin jasus, ya'ni mavhum mashina odam tayyorlagan edi. Xitoy ozodlik armiyasining odatda faoliyat qilmaydigan bu yoshirin jasusning kod ismi Kumush Oqqu edi. U uchur to'plash bilan cheklanmasdan insonlarning tafakkuriga taqlid qilingan usullar orqali uchurlarni qabul qilish va bartaraf qilish uchun laylangan edi. Mavhum mashina odam, ya'ni virtual robot, kompyuter sistemasi ichida yashaydigan va harakat qiladigan bo'lib, oxirida o'zi qaror chiqara oladigan qilib programmalangan. Bu qitimliq singib kirish Xitoy armiyasi tarafidan elib berilgan eng muvaffaqiyatli elektronlik jasuslikning natijasi bo'lib, bu orqali Xitoyning mavhum mashina odami Amerika davlatlik hərbiy qo'mondonlik markazi rahbarlar bilan aloqalashish va Amerikaning yer shari miqyosidagi hərbiy aslahalarga qo'mondonlik qilish va kontrol qilish uchun ishlatiladigan darjadan tashqari maxfiy xabarlashish sistemasining ichiga bo'sib kirgan va makonlashgan edi. Sunzining istixborot cho'qim kishilardan elinishi kerak degan ko'rsatmasiga ko'ra, Xitoy ozodlik armiyasi insonlarning, ya'ni amerikalik xoinlarning yordami bo'lmasa, jasuslikda bundaq bo'sish hosil qilolmagan bo'ladi. Xitoy ozodlik armiyasining ikkinchi boshqarmasi ko'p yillik tayyorlik xizmatlaridan keyin Amerika havo armiyasining bir askarni setib olgan. Xitoy ozodlik armiyasi Amerika qo'mondonlik markazining ichidagi xalqliq aloqa o'rnida bir qancha yil xizmat qilgan bu xodimni indakka keltirishga muvaffaq bo'lgan. Ondan bu xoin Amerika qo'mondonlik to'ri ichidagi Xitoyning mavhum mashina odamiga bevosita yordam bergan. Xitoy Amerika armiyasining strategiyalik xabarlashish sistemasiga singib kiradigan istixborot hujumini ishga oshirishda cho'ng sonliq ma'lumot, ya'ni cho'ng berg va alayda yumshoq detallardan tang foydalangan. 2010-yillarning o'ttirlarida Xitoy hərbiy xakerlari Amerikaning xodimlarni boshqarish ishxonasi, ya'ni OPM'ga hujum qilib 22 million parchadan ortiq elektronlik xotirni o'g'irlagan. Bu xotirlar maxfiy uchurlarga erishish jihatda mutlaq maxfiy yoki maxfiy darajalik bexatarlik ijozatnomasi bor amerikaliklarning hammasining tugidak shaxsiy uchurlarini o'z ichiga oladi. Ondan Xitoy istixborot tarmoqlari Amerikaga xodimlarni boshqarish ishxonasi OPM'dan o'g'irlagan
xatirlarni sağlamlıq mülazimati şirketi, yani əndəmdin uğurluğan 60 milyon parçadan artıq xatir bilan birləşdirgan. Kümüş аққу bexatarlik tekşürüşüdün özünü qaçıralaydigan qilib programlangan bo'lib, o har qitim bexatarlik skanerlashig'i duch kelganda xamalyonga o'xshash o'zgarib, normal yumshoq detal programmasiga aylanib olaydi. Skanerlash tamamlangan hamon mazkur mavhum mashina odam asliga qaytib, nihoyatda ko'p bosh qatirib barpo qilingan yer shar miqyosidagi maxfiy aloqa ulanishi sistemasi orqali Xitoy Ozodlik armiyasining strategiyalik yordam qismining kompyuter to'ri bilan maxfiy aloqani asliga keltirdi. Xitoy rahbarlari Xitoy Kompartiyasining armiyaga mas'ul eng oliy organi bo'lmish Markaziy Hərbiy Komitetining yig'iniga qatnashish uchun Beijingdagi Zhongnanxay deb atalgan rahbarlik binosi ichida jam bo'lishdi. Ular mavhum mashina odam tarafidan tayyorlangan Amerikaning Xitoyning sun'iy hamrohiga qarshi lazer hujumidan o'ch elish uchun Xitoyga hujum qilishga tayyorlanayotganligi tilga ilingan istixborot dokladini o'qidi. Amerikaning 3 dana suv osti hujumchi parxodiga Tinch okeanining g'arbiy shimolidagi Xitoyning dengiz rayoniga yurish haqida buyruq tushirilgan edi. Bu parxodlarning hammasiga yangi tipdagi uzun musofirlik charlig'uchi boshqariladigan bomba saplangan edi. Nishon Tangirteg'idagi lazer bazasi edi. Hujumning konkret vaqti texi Amerika prezidenti tarafidan qaror qilinmagan edi. Dokladni o'qigan Xitoyning oliy rahbari Zhao tövəndikidək qarar chiqardi. Xitoy Ozodlik armiyasi Qizil Yulduz birlashma harakati elib berib, Osiyodil emas, dunyoning har qaysi joylarida Amerikaning harbiy bazasi va portlariga qarta tuyuqsiz boshqariladigan bomba hujumi qiladi. Mazkur tuyuqsiz hujum 21-asrdagi Marvaid porti, ya'ni Pearl Harbor hujumi bo'lib, yana bir avlodgacha Amerikaning o'z tuproqining sirtida harbiy kuchini joriy qildirish iqtidorini faollashtirishni maqsad qilgan edi. Xitoyning Iroq musofirlik boshqariladigan bombalari bu jihatdagi mo'yim qurol bo'lib, u Xitoy Ozodlik armiyasining eng mo'yim urush quroliga vakillik qiladi. Bu to'qinish yuz berishdan avvalgi 30 yil mobaynida Xitoyda yuzlagan boshqariladigan charlig'uchi va ovozdan tez uchadigan boshqariladigan bomba yasaldi. Ularning ko'pinchisi maxfiy holda yer osti sattichinida, ya'ni 3000 ingliz mili, taxminan 4828 kilometr uzunlikdagi yer osti tunneli va yer osti ishlab chiqarish markazlarida saqlanayotdi. Amerikaning kuzatkichi sun'iy hamrohlari Xitoyning yer ostidagi bu muassasalarni bayqay olmaydi. Shundala bu muassasalar Amerikaning yuksak to'g'riliqda yetaklanadigan boshqariladigan bombasidan mudofaalanadi. Keng ko'lamlik harbiy qurilishning bir qismi sifatida Xitoyning barliq boshqariladigan bombalarining o'rnini osonli yoshirg'ili bo'ladigan va nishonlash tas bo'lgan zamonaviy va ilg'or ko'chma sistemalar oldi. Buningdan boshqa Xitoyning boshqariladigan bombalariga tizginligili bo'ladigan atmosfera qatlamiga qaytib kelalaydigan to'shig'ich, ko'p o'q beshi, yemchuk, kashila tug'dirg'ich va issiqlik qalqini qatorliq eng ilg'or singib kirguchi o'q beshi texnikalar saplangan. Xitoy Ozodlik armiyasi 2025-yili oldingi asrning 90-yillarida tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan mundaq bir ishni vujudga chiqardi. Ya'ni ular harakatdagi aviamadkini cho'ktirib etishga yoki
quruqliqdagi qo'mondonlik markazini vayron qilishga yetarlik darajadagi to'g'riliq nisbatiga ega 15 minut ichida yer sharidagi har qanday nishonga zarba bera oladigan iqtidorga ega bo'ldi. Qizil yulduz birlashma harakatidagi boshqariladigan bomba hujumi planining yadrosi DF-ZF tipliq darajadan tashqari tez suratlik laylimi boshqariladigan bombadir. Mazkur boshqariladigan bomba ballistik boshqariladigan bombaning ustida qo'yib beriladi va muayyan orbita orqali nishonga yaqinlashib, uni atmosfera qatlamining ustinki chetiga, olam bo'shligining töviniga elib bordi. Bu tipdagi boshqariladigan bombalarning masofasi 3400 mildan 8000 milgacha bo'lgan oraliqda bo'lib, Yevropa va Amerikaning Sharqiy dengiz qirg'og'idagi nishonga yeta oladi. Bu xil laylama boshqariladigan bomba qo'sh iqtidorliq bo'lib, odatdagi o'q beshi yoki yadro o'q beshi sapligili bo'ladi. Xitoy ozodlik armiyasi ko'p yillardan buyon g'arb istixborot organlariga DF-ZFning hujum masofasi cheklik, ancha yiroqqa yetib bora olmaydi degan xato uchurini tarqitib kelgan edi. Bu xil laylama boshqariladigan bombaning nurg'un sinoqlari o'ttir masofaliq ballistik boshqariladigan bomba orqali elib berilgan bo'lg'ashqa, Amerika tahlilchilari buningga oldinib, uning masofasini 3000 mil atrofida deb tuvan mo'ljarlab qo'ygan edi. Xitoy ozodlik armiyasi maxfiy holda DF-ZFni eng yangi qit'alar aro uchadigan boshqariladigan bomba DF-31, DF-41 va suv osti parxodi qo'yib bergan GL-3 qatorliqlarga saplagan. Qizil yulduz birlashma harakati 2029da an'anaviy o'q boshlarini ishlatib, dengiz armiyasining quruqliqda urush qilish qismi, quruqliq armiyasi va havo armiyasining nishonlariga hujum qilish talab qilingan. Mazkur jang plani insonlarning shunchaki nazoratchiligini hisobga olmaganda to'liq avtomatlashgan. U yana 2 dona boshqariladigan bombadan ogohlantirish sun'iy hamroyiga lazer nur hujum qilish bilan boshlanadi. Xitoy ozodlik armiyasi Xitoy osmonida aylanib yurgan 3 sun'iy hamrohni pachaqlab tashlash orqali DF-ZF tipliq boshqariladigan bombani qo'yib bergandiki, ovoz, ya'ni dushman tarafidan bayqalmaydi ekan deb yakun chiqardi. Yordamchi sensor bu boshqariladigan bombaning qo'yib berilganligini bayqaganda xish qilibdan chiqqan bo'lib, bakli kechikib ketadi. Dastlabki bosqichda DF-ZF tipliq boshqariladigan bombadan jami 67 ni qo'yib berish planlangan edi. Birinchi nishon Amerika dengiz armiyasining Aegis tipliq boshqariladigan bombadan mudofialanish parxodlari bo'libmi Sharq-Shimol Osiyoga, ya'ni Choshan yerim orolining atrofiga o'rnashtirilgan mazkur tipdagi parxodlar edi. Yaponiyaning atrofidagi 5 dona Aegis parxodini cho'ktirayotgan taqdirda Amerika dengiz armiyasining Xitoyning boshqariladigan bombalarini to'sish iqtidori zo'r darajada tuvanlab ketadi. Amerika dengiz armiyasining Ronald Reagan, John C. Stennis, Carl Vinson va Tinch okeandagi John Kennedy qatorliq aviamatka otryadlari Xitoyning uningdan keyingi nishoni edi. Dengiz armiyasining quruqliqda urush qilish qismini to'shiydigan quruqliq va suvda tang harakat qila oladigan hujum parxodlarimi pachaqlab tashlanadigan nishonlarning ichida edi. G'arb tarafda bo'lsa DF-ZF tipliq parxodga qarshi boshqariladigan bomba
Paris qo'ltig'i va O'rta dengizdagi yangi tipdagi korxona nomliq aviamatkalarni o'z ichiga olgan aviamatkalarga zarba berdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy ozodlik armiyasining torpeda qo'yib berdigan aeroplanini o'z ichiga olgan suv osti parxodiga qarshi urush qurollari Amerikaning Tinch okeanining shimolida buyruq kutayotgan chorlig'uchi boshqariladigan bomba saplangan 3 dona suv osti parxodini cho'ktirib etdi. Xitoy ozodlik armiyasi Amerika armiyasining qo'mondonlik va kontrol qilish sistemasiga suqunib kirganligi uchun kumush oqqu Xitoyni Amerika suv osti parxodining aniq o'rni bilan ta'minlagan bo'lib, Xitoyning jang planida parxodlarning o'rni ko'rsatilgan edi. Jang planining bir qismi sifatida boshqariladigan bomba va elektronlik urush qurollari saplangan uchqichsiz avtomatik aeroplanlar Amerikaning dunyo miqyosidagi bir qism bazalarga tinimsiz hujum qiladi. Xitoy ozodlik armiyasining istixborot tarmoqi Yaponiya, Okinawa va Guamdagi asosliq havo armiya bazalarining atrofiga jasuslarni o'rinlashtirgan bo'lib, bu jasuslar aeroplanning havo kirish eg'izidan kiralaydigan qilib mashqlantirilgan. Hasharat cho'nglig'idagi necha minglagan avtomatik uchqurlarni qo'yib berdi. Bunda qilishdagi maqsad urush aeroplanlarini va to'shig'ichi aeroplanlarni qo'zg'algan hamon pallashlantirish edi. Amerikaliklar qartilgan bu vayron qilg'uchi zarba avgustning oxiridagi dam olish kunlariga o'rinlashtirilgan edi. Chunki bu vaqtda Amerika rahbarlik qatlamidagilarning ko'p qismi dengiz sohilida yoki tog'dagi dachillarda yozning oxirgi kunlaridan hozirlanadi. 2029 yili 8 oyning 30 kuni tong so'zlay deganda Xitoyning oliy rahbari Zhongnanxaydagi ishxonasining sirtidagi lift orqali yuqori suratlik maxfiy yer osti poyezd yo'liga tushib, necha minutda G'arbiy tog' yer osti bazasiga yetib keldi. Yer osti bazasida Xitoy Markaziy harbiy komitetining raisi general Sui Changjun Zhongga barliq tayyorliklarning putib bo'lganligini uqtirdi va Xitoy ozodlik armiyasining yuqori texnikalik qo'mondonlik modeli bo'lgan sezimchan ekranliq qo'l kompyuterini Zhongga tangladi. Zhongga ekrandagi qo'yib berish knopkasini bosdi va urush rasmiy boshlandi. Yuqorida tasvirlangan urush ssenariyasi o'ydirma. Lekin Xitoyning navbatdagi harbiy taraqqiyot sur'ati va sifatining yuqorligini nazarda tutganda, Xitoyning kelgusida Amerikaga tuyuqsiz yer shari xarakterlik hujum qo'zg'ash ehtimolligi to'limi yuqori. Xitoy armiyasi oldingi asrning 80-yillaridan boshlabla Amerika bilan urush qilishga tayyorlik qilmoqda. Nurg'un Xitoy Kommunistik partiyasi va Xitoy ozodlik armiyasining rahbarlari o'z ideologiyasidan manbalangan yer shariga xo'ja bo'lish planining bir qismi sifatida Amerika bilan shiddatlik urush qilishga tayyor. Cheklimsiz urush degan kitobda ko'rsatilgandek, Xitoy Amerikani mag'lub qilish va oxirida tal-to'kis vayron qilishdan iborat strategik maqsadiga yetish uchun har qanday shakldagi to'qinishdan bosh tortmaydi. Mana bu Amerika bilan Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rtasidagi mavjud tirkishishning realligidir. Oldingi bablarda deyilgandek, Xitoyning g'ayri-simmetrik urush qurollari olam bo'shliqi urushi va tor hujumiga og'ir darajada tayinadi. Bular Xitoy Kompartiyasi rahbarlarining nazaridagi Amerika harbiy kuchining ajallik ojizligiga zarba berishdagi yadrolik kuchdir.
Bu xil strategiyaning natijasida Xitoy azodlik armiyasi o'zining hərbiy hozirligi jarayonida bor kuchini va boshqa sohalardagi eng muhim qurol deb qaralgan mushu xil, ya'ni g'ayri simmetrik qurollarga markazlashtirdi. Bular tor va olam bo'shliqidan boshqa avia madkaga qarshi boshqariladigan bomba va Amerika tuproqiga qattiq zarba berish uchun loyihalangan harbiy texnika va strategiyalik yadro qurollari qatorliq boshqa qurollarni o'z ichiga oladi. Beyjingning mo'lcharicha bo'lganda, bular vayron qilinmagan taqdirda Amerikaning yer shari miqyosidagi boshqariladigan bombadan mudofialanish sistemasi oxirida Xitoyning boshqariladigan bombani asos qilgan azodlik armiyasini mag'lub qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Amerikaning Xitoyga yaqindan diqqat qilib kelayotgan bir nafar yuqori darajalik siyosat amaldori mundaq dedi. Bu sohalarning hammasida Xitoy azodlik armiyasi yo tez suratda ilgirlab Amerikaga yetishib oldi, yo bizdan eshib ketdi. Tinch okean flotining sobiq istixborot mudiri, pensiyaga chiqqan dengiz armiya kapitani James Fanel Xitoy dengiz armiyasini Xitoyning yer shariga xo'ja bo'lish istikini ishga oshirishdagi avangard qo'shini degan edi. Xitoy 2019-yilgacha hayron qolarliq darajada 330 dona urush parxodi va 66 dona suv osti parxodini ishga kirishtirdi. Texmi ko'p parxodlar davomliq yasalyotidi. Fanel mundaq dedi. 2030-yilga borganda Xitoy dengiz armiyasi taxminan 550 parxoddan tarkib topadi. Buning ichida 450 suv usti parxodi va 99 suv osti parxodi bor bo'ladi. Texnika nuqtasidan aytganda Xitoy Xalq Jumhuriyati urush parxodi va suv osti parxodi ishlab chiqarish ko'lami va sur'ati jihatda Amerika dengiz armiyasi bilan tezli tanglashib oldi. U yana ogohlantirib mundaq dedi. Asosliq xatar shuki, Amerika 2020-yildan boshlab Xitoy bilan urush yuz berish ehtimolligi bo'lgan 10 yillik tashvishga duch keladi. Agar buningdan ilgari o'ylamagan bir qism ishlar harbiy to'qinish keltirib chiqarmagan bo'lsa, 2020-yilga, ya'ni Shi Jinping Xitoy azodlik armiyasiga Tayvanga tajovuz qilishga tayyor bo'lish uchun bergan oxirgi chekka yetganda, ana shu vaqtda biz Xitoyni urush qo'zg'ishi mumkin deb qarsak bo'ladi. Davomi bor. İngilisçidən tərcümə qılğۇچىلار ھېكمەتيار İbrahim, ئەنۋەر قاراقۇرۇم. Mənbə, ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 13 سانىدىن ئېلىندى.